هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Fatir tefsiri 13. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağı İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Fatir suresi 13. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah keçini kündüzge kirgizidu, kündüzni keçige kirgizidu. Şunun bilen keç kündüzning uzun qisqa bo'lishi joylar, fasllar bo'yicha navbatlashib turdi. Allah kun bilan oyni bandalarining manfaatiga bo'ysundirib berdi. Har ikkilisi muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Ana shu Allah sizlarning Rabbinglardir. Padişahlık onunğa xasdır. Allah'ını koyup çoqunayotgan butlaringlar qilchilik narsaga ega emas. Agar ularni chaqirsanglar, sizlarning chaqirg'ininglarni anglamaydi. Anglagan taqdirdami sizlarga javob qaytara olmaydi. Qiyomat kuni ular Allah'a ularni shirk qilganliklarini inkar qiladi. Müşriklarning ve ularning butlarının qiyomat kunidagi ahvolini hech ahadi sana hammadan xabardor zotdek, ya'ni Allohdek aytib berolmaydi. Müşriklarning ilohlarining hech narsaga ega bo'lolmaydiganligi to'g'risida. Allah Teala'nın keçini qarang'uligi bilan, kunduzni yorug'ligi bilan bo'ysundirishi. Allah Teala'nın tamamı kudretini ve büyük padişahlıkını gösterdiğin delilidir. Allah Teala birini kıskartıp yani birini uzartıdı. De küz bilen yaz fasillerde keçi bilen gündüz beraber buludu. Andın Allah Teala birini uzartıp yani birini kıskartıdı da yaz bilen kış fasilleri almışıp durdu. Yani keçi bilen gündüzün uzun qisqa bo'lishi bilan fasllar navbatlashib turdi. Allah kun bilan oyni bandalarining manfaatiga bo'ysundirib berdi. Ya'ni osmonda nur chechib turadigan va turg'un yulduzlarni bo'ysundirib berdi. Hamma yulduzlar muayyan o'lchamda puxta va qonunliq sizilgan o'z o'qi atrofida hemmini bilgücü g'olib Allah Teala'nın oldin ala o'rinlashtirishi bo'yicha harakat qilib turdi. Har ikkilisi muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Ana shu Allah sizlarning Rabbinglardir. Ya'ni buni qilgan zot ana shu buyuk Rabbdir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah'ını koyup çoqunayotgan butlaringlar, ya'ni o'zinglar gumon bilan Allah Teala'ga yaqin farishtalarning surati deb atib olgan butlaringlar, shiriklaringlar qilchilik narsaga ega emas. Ya'ni ular osmonlardan va zamindan hech narsaga ega emas. Agar ularni chaqirsanglar, sizlarning chaqirg'ininglarni anglamaydi. Ya'ni Allah Teala'nı koyup çoqunayotgan butlaringlar sizlarning chaqirg'ininglarni anglamaydi. Çünkü ular cansız jismlardir. Anglagan taqdirdami sizlarga javob qaytara olmaydi. Ya'ni butlar ulardan talab qilgan narsanglarning hech birini sizlarga berishga qodir bo'la olmaydi.
Qiyomat kuni ular Allohga ularni shirk qilganliklarini inkor qiladi. Ya'ni ular sizlardan ado juda bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allohni qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan butlarga cho'qinadigan odamdimi, gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'ofildir. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chaqda butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. Ular, ya'ni mushriklar, izzatga erishish uchun, ya'ni butlarning shafaati bilan Allohning oldida izzatlik bo'lishlari uchun Allohni qo'yib ilohlar, ya'ni butlarga cho'qindi. Ish ularning gumon qilgandek emas. Ya'ni butlari ularning Alloh oldida izzat tepishlarining sababi bo'lolmaydi. Ularning, ya'ni mushriklarning cho'qinishini inkor qildi. Ular, ya'ni mushriklarning dushmaniga aylandi. Ishlarning oxirini, uning oqibatining qandoq bo'ladiganligini, hamma ishlarning Alloh taolaning dargohiga qaytadiganligini hech odam sana hammadan xabardor zotdek, ya'ni Allohdek aytib berilmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada mundaq deydi: Alloh taolo o'zi aytib beralaydi. Alloh taolo haqiqatan amaliyatdan xabar qilguchidir. Alloh taolo xabar qilgan narsa cho'qim ishga oshadi. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar. Allah hammadan behojatdir, madhiyaga loyiqdir. Agar Alloh xolisa, sizlarni halok qilib, o'rninglarga yangi bir xalqni paydo qiladi. Bu Allohga qiyin emas. Hech bir gunohkor odam birovning gunohini ustiga ololmaydi. Gunohi ig'ir bir odam boshqa birovni o'z gunohini ustiga elishga chaqirsa, u yaqin tuqqani bo'lgan taqdirdami, uning gunohidan azroq narsani ustiga elib ololmaydi. Sen faqat Rabbini ko'may turib, uningdan qo'rqadiganlarni, namozni ado qiladiganlarni ogohlantirsan. Kimiki gunohlardan poklanadigan, u o'zi uchun poklangan bo'ladi. Oxiri qaytadigan joy Allohning dargohidir. İnsanlarning Alloh taolaga muhtoj ekanligi qiyomat kuni har bir odam gunohlarini o'zi ustiga oladiganlik to'g'risida. Alloh taolo o'zidan boshqa hamma narsadan behojat ekanligini, butkul maxluqotlarning Alloh taolaga muhtoj ekanligini va ularning Alloh taolaning oldida bosh egadiganligini xabar qilib, mundaq deydi: Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar. Ya'ni insonlar ish amal bilan shug'ullanayotgan yoki aram ilayotgan barliq vaqtlarda Alloh taolaga muhtojdir. Alloh taolo ulardan mutlaq behojatdir. Allah hammadan behojatdir, madhiyaga loyiqdir. Ya'ni hech shirki yo'q, yolg'iz, yegona Alloh taolo hammadan behojatdir. Jami ishlarda, so'zlarida oldin ola o'rinlashtirishida va shariat qonunlarini yo'lga qo'yishda madhiyaga loyiqdir. Agar Alloh xolisa, sizlarni halok qilib, o'rninglarga yangi bir xalqni paydo qiladi. Ya'ni ey insonlar, agar Alloh taolo xolisa, sizlarni albatta yo'q qilib, o'rninglarga sizlardan boshqa kishilarni yaratadi. Bu Alloh taolo uchun nihoyat osondir. Bu Allohga qiyin emas. Hech bir gunohkor odam qiyomat kuni birovning gunohini ustiga ololmaydi.
gunohi ig'ir bir odam boshqa birovni o'z gunohini ustiga ilib olishga chaqirsa, ya'ni o'zining ustidagi gunohlarni yoki ba'zi gunohlarini ustiga ilib yordam qilishga chaqirsa, u yaqin tuqqani bo'lgan taqdirdami, hatto uning otasi yoki o'g'li bo'lgan taqdirdami, uning gunohidan azroq narsani ustiga ila olmaydi. Ya'ni u kunda hamma odam o'z holi bilan bo'lib qoladi. Sen faqat Rabbini ko'ymay turib, uningdan qo'rqadiganlarni, namozni ado qiladiganlarni ogohlantirsan. Ya'ni sen elib kelgan narsadan faqat Rabbidan qo'rqadigan, u buyurgan ishni qiladigan tadbirlik va aqlli kishilarla va'z nasihat oladi. Kimiki gunohlardan poklanadigan, u o'zi uchun poklangan bo'ladi. Ya'ni kimiki biror yaxshi amal qiladigan, uning foydasi faqat uning o'ziga bo'ladi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Ya'ni oxir qaytadigan va panohlanadigan joy Alloh taolaning dargohidir. Alloh taolo nihoyat tez hisob olg'uchidir. Har bir odamga amaliga yarasha mukofot va jazo beradi. Uning amali yaxshi bo'lsa, u yaxshilikka erishadi. Yomon ish qilgan bo'lsa, jazoga tortiladi. Ko'r odam bilan ko'zi saq odam, ya'ni kofir bilan mu'min barobar bo'lmaydi. Zulmat bilan nur, ya'ni botil bilan haq barobar bo'lmaydi. Soy bilan issiq, ya'ni jannat bilan dovzax barobar bo'lmaydi. Teriklar bilan o'liklar, ya'ni mu'minlar bilan kofirlar barobar bo'lmaydi. Shubhisizki, Alloh haq da'vatni xohlagan kishilarga anglitadi. Sen qabrdagilarga, ya'ni kofirlarga anglitolmaysan. Sen faqat bir ogohlantiruvchisan. Haqiqatan biz seni haq din bilan mu'minlarga xo'sh xabar berguchi, kofirlarga ogohlantiruvchi qilib avatdik. Qandaqli bir ummat bo'lmasin, uningga payg'ambar kelgan. Ular seni inkor qilsa, ulardan burun o'tgan ummatlarmi o'zlarining payg'ambarlarini inkor qilgan. Payg'ambarlari ularga ro'shan mo'jizalarni, İbrahim aleyhisselamga nazil qilingan sahifelerge o'xshash sahifelerni, Tavrat, İncildek nurluq kitaplarni ilib keldi. Ondan kafirlarni jazoladim. Ularga bergan azobim qandoq ekan? Ya'ni ularga qandoq qattiq azob qildim? Mu'min bilan kafirning barobar bo'lmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda ko'r odam bilan ko'z saq odam barobar bo'lmaganidek, hamda u ikkisining orasida intayin cho'ng farq bo'lganidek, zulmat bilan nurning, salqin bilan issiqning barobar bo'lmaganiga o'xshash, ya'ni bir-biridan farqli, bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan bu shaylar bir-biri bilan barobar bo'lmagandek, teriklar bilan o'liklarning barobar bo'lmaydiganligini bayon qildi. Alloh taolo bu misolda teriklarni mu'minlarga, o'liklarni kofirlarga misol qilib ko'rsatdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: aslida o'lik, ya'ni kofir bo'lib, biz uni, ya'ni uning qalbini iymon bilan terildirgan. Biz uning kishilar orasida hidoyat tepishga nur bergan. Bir odam zulmatda, ya'ni kufrining qorong'uligida qolgan va uningdan qutulolmagan bir odam bilan o'xshashmi? Kafirlar va mu'minlardan iborat ikki firqa bor. Bir firqa amaga va gasqa o'xshaydi. Yana bir firqa bo'lsa, ko'z ko'radigan, quloq anglaydigan odamga o'xshaydi. Ularning ahvoli bir-biriga o'xshamdi. Mu'minning ko'zi haqni iymon nuri bilan ko'rdi. Quloqi haqni anglaydi. U dunyo va oxiratda nurliq to'g'ri yo'l ustida minib, soy tashlab turgan, buloqlar iqib turgan jannatlardagi esil turali joyga yetib bordi. Kafir bo'lsa haqni
ki kordur. Haqni anglashqa gastur. U kufrning qorong'ulik ichida mangadi. U uningdan hargiz chiqolmaydi. Balki u dunyo va oxiratda ana shu gumrohlik va ozg'inlikning qorong'uligi ichida adishib yurdi. Taki gumrohlik uni qiziq haroratdan, bedenning tuyushklariga kirib ketadigan ateşlik shamoldan, ziyoda haroratlik qaynoq suvdan va qora tundan bo'lgan salqinmi emas, salqinmi emas, ko'rkammi emas, soydan tarkib topgan har turli qattiq azoblarga duchor qildi. Şübhisizki Allah haq da'vatni xohlagan kishilarga anlatadi. Ya'ni xohlagan odamni dalil paketni anglashga, uni qabul qilishga va uningga bo'ysunishga muyassar qiladi. Sen qabrdagilarga, ya'ni kofirlarga anglata olmaysan. Ya'ni kofirlik holatida o'lib, o'lgandan keyin qabrlariga qo'yilib bo'lgan o'liklar hidoyatdan ve onunla kılıngan davetin menfaat alalmağınıdek özlerine bedbaxtlik pütülüp ketken eni şu müşriklani doğru yolga başlaşqa senin kudretin yetmeydi. Ulani sen hidayet kılışqa qadir bulanmaysan. Sen fakat bir agahlandırgıçsan. Yani senin üstünge fakat tebliğ kılış ve ulani kelgüsüdeki qattiq azaptan agahlandırış vazifesi yüklengendir. Allah Teala xalagan kişini gumrah kılıdı ve xalagan kişini hidayet kılıdı. Hakikaten biz seni haq din bilen müminlerge hoş haber bergiçi, kafirlarga agahlandırgıcı kılıp evettik. Qandaqlı bir ümmet bulmusun, onunla peygamber kelgen, yani Adem avladıdan Allah Teala tarafından ulağı peygamber evetilmegen. Uladaki küfreden ibaret yaman illetlerini, naçar xahişlerini peygamberlerinin daveti arqılıq yoqtılmağan bir ümmet yok. Allah Teala bu vakti mındaq deydi. Sen fakat bir agahlandırgıcı, her kavminin bir hidayet kılgıcısı, yani peygamber boludu. Biz hakikaten her bir ümmetke Allah'a ibadet kılınla, şeytandan, yani şeytanga, butlağa, kahinlağa okşaş, her kandak ma'budga ibadet kılıştın yirak bulunla dep peygamber evettik. Ulanın arasında Allah hidayet kılganlarım ba, gumrahlıkka tegişlik bolganlarım ba. Bu hakikatte, bu ayakta kelgen ayetler nihayet köptür. Ular seni inkar qilsa, ulardan burun o'tgan ummatlarmu o'zlarining payg'ambarlarini inkar qilgan. Payg'ambarlari ularga ro'shan mo'jizalarni, kaskin paketlarni, İbrahim alayhissalomga nozil qilingan sahifalarga o'xshash sahifalarni, ro'shan bayon qilingan Tavrat, Injildek nurliq kitoblarni ilib keldi. Ondan kafirlarni jazoladim. Ya'ni mushundaq paketlar ve mucizeler turuqluq ular özlerine peygamberleri ilip kelgen haq dinini inkar kıldı. Ondan ularni qattiq azap oqibet bilen jazoladim. Ularga bergen azabım qandaq ekan? Yani ularga bergen dahshatlik, nihoyat qattiq ve ichinishlik azabımni qandaq bo'lganligini ko'rdingmi? Görmemsen ki Allah bulutun yağmur yağdırdı. Onun bilen türlük rengarenk meyvelerini çıkardı. Şuningdek Allah tağlarni yarattı. Tağlarning oq, qizillari, har xil rangdagi yo'lliqlari va qop-qoralari bor. Shuningdek insonlarni, hayvonlarni, chahar paylarni xilma-xil rangli qilib yaratdi. Allohning bandalari ichida Allah'tan fakat alimlarni qo'rqidi. Allah hakikaten g'olibdir, bandalar ichida tavba qilg'uvchilarni mag'firat qilg'uchidir.
Allah Teala'nın toluq kudretinin bayan toğrısıda. Allah Teala bu ayette bulutdan yağdırgan yağmur suyundan her türlü şey ile yaratkanlıqıda özünün mükemmel kudretini gösterdiğin delillerinin bağlılığa bendilerinin dikkatini buraydı. Allah Teala yağmur arqılıq serik, qızıl, yeşil, aq ve başka rengdeki rengarenk meyvelerini çıkardı. Xuddi bu meyvelerin renkleri oqşımığınıdek ularning təmləri ve puraqları bir-biriga oqşamaydı. Bu vaqtda Allah Teala mundaq deydi. Yer yüzüde bir-biriga tutuşanğı qit'alar bor ve türlük ziraatlar bor. Köp şaqlıq bo'lgan ve köp şaqlıq bo'lmagan. Bir uruqliq bir qancha tal, bir uruqdan bir qancha tal unib chiqqan. Bir uruqdan faqat bir tal unib chiqqan xormi daraxtlari bor. Ularning hammasi bir xil suv bilan sug'uriladi. Ularning ba'zisini ba'zisidan ta'mda ortiq qilamiz. Bularda tushunadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Shuningdek, Allah Teala her xil rangdaki tağlarını yarattı. Tağlarning amaliyatda oq, qizil holda ko'rinib turgan oq qizillari, her xil rangdaki yo'lliqlari va qop-qoralari bor. Ya'ni bir-biriga tutuşib ketgan uzun qop-qora tağlar bor. Shuningdek, insonlarni, hayvonlarni, chahar paylarni xilma-xil rangli qilib yaratdi. İnsanlarning ichida Habeşlarga ve negerlarga o'xshash terisi nihoyatimi qora bo'lgan qora tanliklar bor. Yevropaliklarga o'xshash terisi nihoyat oq bo'lgan oq tanliklar bor. Bek qormi emas, bek oqmi emas, buğday o'ng arablarmi bor. Arablardan sal qariroq hindilarmi bor. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Tilleringlarning, ranglaringlarning xilma-xil bo'lishi Allah'ın kemal kudretini gösteren alametlerdendir. Buningda bilimli kişiler için hakikaten nurgun alametler var. Shuningdek, hayvonlarning chahar paylarning her xil rangdikilari bor. Hatta bir xil jins ve bir turdagi hayvonlarning her xil rangdikilari bor. Uningdanmi aniqroq qilib aytganda, bir hayvanning ikki xil rangdan tarkib topganlari, ya'ni oli chipar rangdikilari bor. Eng mahir yaratquchi Allah Teala hikmet ve kudret jihatdan ulug'dir. Shunga Allah Teala bu mo'jiza xarakterlik bayondan keyin mundaq deydi. Allah'ның bendileri içinde Allah'tan fakat alimlarni qo'rqidi. Yani Allah Teala'dan haqiqiy qo'rqadiganlar fakat Allah Teala'ni haqiqiy ravishda tonigan alimlardir. Çünkü hammadan büyük, her narsega qodir, hammani bilguchi, esil sifatlar ve chiroyli ismlar bilan sifatlangan zot Allah Teala'ni tonigan siri uni tonish mukammallashidir ve onu bilish texmi cho'nqirlashidir. Shuning bilan Allah Teala'dan qo'rqish texmi qattiq, texmi ziyoda bo'ladi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas'tan Allah'ның bendileri içinde Allah'tan fakat alimlarni qo'rqidi degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Ular Allah Teala'ның her narsaga qodir ekanligini biladiganlardir. İbn Abbas'ның yani mundaq deganligi rivoyat qilingan. Mehribon Allah Teala'ның bendileri içinden Allah Teala'nı tonugan kişi Allah Teala'ga hiç narsani şerik qilmagan. Allah Teala halal qilgan narsalarni halal, haram qilgan narsalarni haram deb bilgan. Allah Teala'ның va'z nasihatlarini esida chin saqlagan. Allah Teala'ga cho'qim uchrashadiganligiga ve Allah Teala'ның uningdan amaliga yarasha hisob oladiganligiga chin dilidan ishongan kishilardir. Said ibn Jubayr mundaq deydi. Allah Teala'dan qo'rqish sen bilan g'olib ve büyük Allah Teala'ga osiylik qilish orasida to'salg'i bo'lib tura oladi. Hasan Basri mundaq dedi. Haqiqiy olim
Allah Ta'ala'nı köymey turib qo'rqqan, Allah Ta'ala rıg'batlantirgan narsani qo'lga keltirishga herisman bo'lgan, Allah Ta'ala g'azablangan narsadan yiroq bo'lgan kishidir. Andın Hasan Basri bu oyatni o'qidi. Allohning bandalari ichida Allohdan faqat olimlarni qo'rqidi. Allah haqiqatan g'olibdir. Bandalari ichida tavba qilganlarni mag'firat qilguchidir. Sufyan Savri Abu Hayyan Taymidin bir odamning mundaq deganligini rivoyat qildi. Olimlar 3 turlik bo'ladi. Biri Allah Ta'ala'nı tonugan ve Allah Ta'ala'nın emir fermanlarını bilgen alimdir. Yani biri Allah Ta'ala'nı tonugan, bırak Allah Ta'ala'nın emir fermanını bilmegen alimdir. Üçüncüsü Allah Ta'ala'nın emir fermanlarını bilgen, lekin Allah Ta'ala'nı tonumagan alimdir. Allah Ta'ala'nı tonugan ve Allah Ta'ala'nın emir fermanını bilgen alim Allah Ta'ala'dan korkudu. Allah Ta'ala yol koygan çek-çigra ve belgilemelerini, perzlerini bilidi. Allah Ta'ala'nı tonugan, bırak Allah Ta'ala'nın emir fermanını bilmegen alim Allah Ta'ala'dan korkudu. Bırak o Allah Ta'ala yol koygan çek-çigra ve belgilemelerini, perzlerini bilmeydi. Allah Ta'ala'nın emir fermanını bilgen, lekin Allah Ta'ala'nı tonumagan alim Allah Ta'ala yol koygan çek-çigra ve belirlemelerini, perzlerini bilidir. Efsus ki o galip ve büyük Allah Teala'dan korkmaydı. Elhamdülillah. Yukarıda Sure Fatir tefsirinden 28. ayetgacha anladыңlar. Axirini keyin qaytamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.